Malayziya Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari ichida tez rivojlanayotgan davlatlardan biri. Har yili bu yerga minglab talabalar ta'lim olish uchun tashrif buyuradi. Malayziya universitetlarida o'qish uchun hech qanday IELTS talab qilinmaydi. 99% keyslarda talaba vizasi tasdiqlanadi va bu vizani olish uchun bankdan ma'lumotnoma va qo'shimcha hujjatlar talab etilmaydi. Malayziya universitetlari xalqaro darajadagi universitetlar bo'lib, ularning diplomi butun dunyoda tan olinadi. Va eng asosiysi, bu yerda to'lov kontraktlari Amerika va Yevropa universitetlariga solishtirganda ancha arzon. Malayziyada yashash arzon va bu tropik mamlakat. Bu mamlakatda bir yilda 365 kuni yoz fasli hisoblanadi. Malayziyada sifatli ta'lim, sifatli hayot va sog'lom turmush tarzi tatbiq etiladi. Siz ham Malayziyada o'qishni istaysizmi? Unda bizga obuna bo'ling va kommentlarda yozib qoldiring.